Assalomu alaykum hurmatli talabalar. O'zbekistonning yangi ta'rif fanidan ma'ruza mashg'ulotlarimiz davom etadi. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimizning mavzusi mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar. Ta'lim bu har qanday mamlakatni, demak o'sha yoshlarni o'qitish, ish bilan ta'minlash, yetuk kadr qilib tarbiyalashda eng muhim demak o'sha sohalardan biri. O'zbekiston ham mustaqil bo'lgandan keyin birinchi o'rinda o'sha o'zining mustaqil va milliy xususiyatlarga ega bo'lgan ta'lim tizimini yaratishga kirishdi. Bu bo'yicha demak davlat rahbarlari darajasida, hukumat darajasida juda ham ko'plab qarorlar, qonunlar, farmonlar chiqdi va demak biz bugungi mavzuyimizda O'zbekiston Respublikasining butun ta'lim tizimini demak ma'lum bir rejalar asosida ko'rib chiqamiz. Demak, mavzuning rejasiga ko'ra, birinchisi demak mustaqillik yillarida maktabgacha ta'lim tizimini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bilasiz, demak o'sha ta'limda dastlabki bosqich bu aynan maktabgacha ta'lim tizimi hisoblanadi. Ya'ni bog'chalar. Mana shu ta'lim tizimi haqida atroflicha o'rganib chiqamiz. Ikkinchisi esa mustaqillik yillarida maktab ta'lim tizimi. Maktab bu demak majburiy barcha mamlakatlarda dunyoda ta'lim tizimi hisoblanadi va ta'limni ham eng asosiy fundamenti aynan maktab ta'limida qo'yiladi. Demak, mustaqilliklarda O'zbekistonning maktab ta'lim tizimi qanday demak bu borada ishlar qilindi, bu borada qilingan ishlar yoki bo'lmasa o'sha amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar to'g'risida gaplashamiz. Uchinchisi demak o'rta maxsus va kasb ta'lim tizimining rivojlanishi. Bu tizim O'zbekiston uchun deyarli yangi bo'lgan soha va o'sha aynan 1997-yilda demak dastlabki o'sha kadrlar tayyorlash milliy dasturi bilan fundamentda yo'lga qo'yilgan va keyinchalik bu soha ham o'ziga xos bo'lgan rivojlanish yo'lini bosib o'tdi. Oxirgisi esa oliy ta'lim va undan keyingi islohotlar. Va undan keyingi ta'lim bo'yicha professional ta'lim, kadrlarning malakasini oshirish va shular bo'yicha gaplashib chiqamiz. Va e'tibor beramiz, demak bizlarda birinchi prezidentimiz va hozirgi prezidentimiz ham ta'lim bo'yicha o'zlarining o'sha asosiy gaplarini, fikrlarini bayon qilganlar. Xususan hozirgi prezidentimiz ham Shavkat Miromonovich Mirziyoyev xususan ta'lim, tarbiya va ma'rifat jamiyat barqarorligining asosiy omillaridan hisoblanadi. Insonlarni ezgulikka da'vat etadi, saxovatli va demak sabr-qanoatli bo'lishga undaydi deya aytib o'tgan. Yoki bo'lmasa jamiyatimizda bog'cha tarbiyachisi, maktab muallimi, oliygohlarning professor o'qituvchilari, ilmiy ijodiy ziyolilarni bugun biz intilayotgan 3-renessansning 4 tayanch ustun deb e'tirof etmoqdamiz. Demak, mana shu va bundan boshqa demak gaplardan ma'lumki, bizda demak o'sha ta'limga davlat darajasida, hukumat darajasida, prezident darajasida juda ham katta ishonch va demak mas'uliyat demak biriktirilganini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasida demak ta'limning asoslari albatta O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi va ta'lim to'g'risidagi qonun bilan kafolatlangan. O'zbekiston Respublikasida demak dastlabki o'sha ta'lim to'g'risidagi qonun 1992-yilning 2-iyulda demak qabul qilingan. Buni demak eslab qolamiz. O'zbekiston Respublikasida mana ko'ryapsiz, ta'lim tizimining shakllari, ta'lim tizimining bosqichlari bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Rejaga demak rejadan sal bu yerda kengroq ma'lumot berilgan. Misol uchun birinchisi demak maktabgacha ta'lim, ikkinchisi umumiy o'rta ta'lim, uchinchisi o'rta maxsus kasb hunar ta'limi, keyingisi oliy ta'lim, undan keyingisi oliy ta'limdan keyingi ta'lim va oxirgisi esa kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. Demak, O'zbekiston Respublikasida bugungi ta'lim bosqichlari mana shunday demak ketma-ketlikda demak tashkil topgan. Demak, birinchisi reja bo'yicha mustaqillik yillarida maktabgacha ta'lim tizimi. Maktabgacha ta'lim tizimi bu demak o'zbekcha ta'limning birlamchi va eng asosiy bugunlardan biri. Ya'ni dastlabki o'sha ta'limni, tarbiyani, dastlabki kasbga yo'naltirishni yoki bo'lmasa o'sha bolalarni demak ijodiy ishlarga, o'qishga, yozuvga olib kiradigan sohalardan biri. O'zbekistonda demak o'sha bog'cha ta'lim tizimi deb aytadigan bo'lsak ham, davlat bog'chalarida misol uchun maktabgacha ta'lim bu 3-7 yoshli bolalarni qabul qiladi va bu demak tartib bilan bolalar, qizlar maktab bog'chalarga demak qabul qilinadi. Lekin xususiy bog'chalar, xususiy ta'lim, xususiy o'sha demak uy bog'chalar yoki bo'lmasa davlat xususiy sherikchilik asosida bog'chalar tashkil etilgan natijasida bugungi kunda demak o'sha
yoshga yetmasdan ham kerak bo'lsa bolachalarni demak ta'limga qamrab olish darajasini demak oshirib bormoqda. Va e'tibor beramiz, O'zbekistonda mana bu asosiy muhim faktor, ya'ni mana shu sohaga asosiy demak e'tiborni ko'rsatgan farmoyish mana bu hisoblanadi. Ya'ni Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2017 yil 30 sentyabrda maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Suratlardan demak ko'rib turishingiz mumkin. Bu maktabgacha ta'lim tizimidagi O'zbekistondagi demak bog'cha tashkilotlaridagi o'quvchi yoki tarbiyalanuvchilar. Maktabgacha ta'lim tizimi boya aytganimizdek, demak 30 sentyabrda demak farmon imzolandi va bu farmonga ko'ra O'zbekiston tarixida birinchi marta maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi. Va o'sha payt bu vazirlikning o'sha demak vaziri Agrippina Shin xonim hisoblangan. Keyinchalik bu soha demak islohotlarda demak tuzilmaviy jihatdan qayta tashkil etildi va 2022-yilda prezidentning maxsus farmoni bilan bizlardagi o'sha maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi alohida tashkil etilib biriktirildi. Va bugungi kunda demak maktabgacha va maktab ta'lim vaziri Karimova E'zozxon Gapirjanova hisoblanadi. Va mana shu ayol demak O'zbekistonda bugungi kunda maktabgacha ta'lim vaziri hisoblanadi. Mana ko'ryapsiz, oxirgi yillardagi o'zgarishlar O'zbekistonda demak umuman olganda 2017-yilgacha maktabgacha ta'lim sohasi asosan o'sha davlat gardanida bo'lgan va davlat o'sha hududlarda bog'chalar tashkil etish, demak bolalarni bog'chaga qamrab olish ishlari demak hozirgidek keng qamrovli yoki bo'lmasa natijali uncha muhim bo'lmagan sohalarga qaralgan. Lekin 2012-yildan boshlab bizlarda demak davlat miqyosida, mahallalar miqyosida demak davlat dasturlari doirasida juda ham ko'plab maktabgacha ta'lim muassasalari tashkil etila boshlandi. Bundan tashqari davlat tomonidan o'sha ma'lum bir tadbirkorlar yoki bo'lmasa o'sha uy bog'chalari ochaman deganlar yoki bo'lmasa o'zlari demak davlat xususiy sherikchiligi asosida bog'cha tashkil etaman degan tadbirkorlarga juda ham katta subsidiyalar, imtiyozlar berdi va natijada bog'chaga qamrab olish butun respublikada juda ham katta o'sishga erishdi. Mana ko'ryapsiz, 2024-yilda maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni O'zbekistonda 38,058 dan tashkil etibdi. Hududlar kesimida albatta Samarqand viloyati birinchi o'rinda va bu raqamlar bugungi kunda yanada oshib bormoqda. Va mustaqilliklarda maktab ta'limini olayotgan bo'lsak, albatta bu yerda birinchi asosiy e'tibor pedagog sohasi, o'qituvchi kasbiga e'tibor qaratish kerak. Ya'ni bugungi kunda O'zbekistonda ustoz, domla, muallim, professor yoki o'qituvchi deymiz. Mana shularning hammasi aslida demak pedagog demak professional, umumiy o'rta maxsus, oliy ta'lim xodimi hisoblanib, o'quvchi va talabalarni o'qitish bilan shug'ullanadigan ma'lum bir kasb sohasi hisoblanadi. O'qituvchilik kasbining tarixiga e'tibor qaradigan bo'lsak, albatta o'sha qadimgi sharqqa borib taqaladi va Yunonistonda albatta ma'lum bir kasb doirasidagilar pedagoglar deyilgan. Pedagog so'zining ma'nosi esa bolani yetaklab yuruvchi degan ma'noni bildiradi. Turkistonda ham qadimgi davrlardan boshlab pedagog o'qituvchi kasbi bo'lgan va ular odatda demak ustoz yoki ustod deyilgan va masjidlarda va madrasalarda, ayniqsa o'sha madrasa ilmi ham bo'lganligi uchun ulardagi ustozlar esa domla deyilgan. Va albatta bu yerda jadidlarni alohida aytib o'tishimiz kerak. Jadidlar demak Turkistondagi yangi zamonaviy, bugungi kundagi zamonaviy bo'lgan maktab ta'lim tizimini fundamentini qo'ygan shaxslar hisoblanadi. Ya'ni ularning o'sha usuli jadidiyya yoki bo'lmasa yangi usul maktablari zamonaviy dunyoni o'sha ham diniy ham dunyoviy jihatdan bolalarga ilm beradigan ilk ta'lim muassasalari hisoblangan. Endi albatta bu bo'yicha ham juda ham ko'plab qonunlar, qarorlar qabul qilingan va bu yerda asosiy ko'riladigan jihat ta'lim to'g'risidagi qonun hisoblanadi. 1997 yil 29-avgustda O'zbekiston tarixida ta'lim to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonun qabul qilingan va shu asosda kadrlar tayyorlash milliy dasturi tashkil etildi. Bu dasturga asosan 97-yilda O'zbekistonda o'sha 11 yillik ta'lim bekor qilindi. 9+3 12 yillik ta'lim tashkil etildi
va demak o'rta